El yurt umidi jamg'armasi muhtaram prezidentimizning shaxsan tashabbuslari bilan 2018-yilda tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunga qadar vatanimizning 2225 nafar yoshlari uchun rivojlangan mamlakatlarning top 300 talikka kiruvchi eng nufuzli oliygohlarida bakalavriat, magistratura, doktorantura va ordinatura bosqichlarida ta'lim olish imkoniyati yaratildi. Bugungi kunda jamg'armaning 1400 dan ortiq stipendiyatlari yurtimizga qaytib, xorijda olgan ilg'or bilim va ko'nikmalarini mamlakatimizning turli sohalarida qo'llab kelayotgan bo'lsa, 750 dan ortiq stipendiyatlari xorijda ta'lim olishni davom ettirishmoqda. 2025-yilning 5-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtidorli mutaxassislarning xorijda ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash, ularda kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish va rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PF 77-sonli farmoni tasdiqlandi. Yangi farmonga ko'ra, jamg'arma O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi istiqbolli kadrlarni tayyorlash bo'yicha El yurt umidi jamg'armasi etib qayta tashkil etildi. Jamg'arma faoliyatini samarali yo'lga qo'yish va muvofiqlashtirish maqsadida El yurt umidi jamg'armasining boshqaruv kengashi tashkil etildi. Shuningdek, ochiq stipendiya tanlovlari asosida xorijiy nufuzli oliy ta'lim, ilmiy va boshqa tashkilotlarning bakalavriat, magistratura hamda doktorantura dasturlari bilan bir qatorda istiqbolli va yuqori talabga ega bo'lgan mutaxassisliklar bo'yicha 1 oydan 6 oyga qadar davom etadigan maqsadli stajirovka dasturlari jamg'armaning asosiy ta'lim yo'nalishlari etib belgilandi. Jamg'arma mablag'lari hisobidan xorijiy nufuzli oliy ta'lim, ilmiy va boshqa tashkilotlarning bakalavriat, magistratura va doktorantura bosqichlarida ta'lim olish uchun eng munosib nomzodlarni saralash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining El yurt umidi stipendiyasi joriy etildi. Bunda bakalavriat bosqichi uchun QS, magistratura va doktorantura bosqichi uchun esa Times Higher Education xalqaro reytingi amal qiladi. Xalqaro reytingda birinchi 100 talikka oliygohlarning ta'lim dasturlariga to'liq grant asosida o'qishga qabul qilingan nomzodlarga El yurt umidi jamg'armasi stipendiyalari tanlovlarsiz taqdim etiladi. Xalqaro 300 talikka kiruvchi xorijiy oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalari ta'lim dasturlariga qabul qilingan nomzodlarga xalqaro transport va turar joy xarajatlarini qoplash uchun qo'shimcha mablag' ajratiladi. Xalqaro 20 talikka kiruvchi oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat dasturlariga kamida 50% qoplangan grant asosida o'qishga qabul qilingan Prezident maktablari, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar bitiruvchilariga El yurt umidi jamg'armasi stipendiyalari tanlovlarsiz ajratiladi. Bakalavriat, magistratura va doktorantura dasturlarida ta'lim olish uchun ajratiladigan stipendiya kvotalarida STEM yo'nalishlari, iqtisodiyotning driver sohalari, shuningdek davlat boshqaruvi, tibbiyot va ta'lim kabi dolzarb ijtimoiy yo'nalishlarga maqsadli asosda ustuvorlik beriladi. Hujjatlarni topshirish jarayoni 2025-yil 3-iyundan 16-iyunga qadar davom etadi. Qabul qilingan hujjatlarni saralash bosqichlari esa 17-iyundan 23-iyunga qadar davom etadi. Nomzodlar uchun barcha zaruriy ma'lumotlar jamg'armaning elyurt.uz onlayn hujjat topshirish platformasi hamda euf.uz saytida batafsil yoritib berilgan. Men Firuza Abdurahmonova, Buyuk Britaniyaning Leeds universitetida global boshqaruv va diplomatiya mutaxassisligi magistrantiman. Men Mirjalol O'ktamov, Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligining Belfast shahridagi Qirolicha universitetida farmatsevtika yo'nalishida doktorantura talabasiman. Men Gulrabo Xudoyorova, Avstraliyaning Sidney universiteti iqtisodiyot mutaxassisligi magistrantiman. Men Hakimova Dilshoda, Buyuk Britaniyaning Glasgow universiteti ta'lim yo'nalishi magistrantiman. Men Megnor Islombek, Fransiyaning Sorbonne universitetida molekulyar kimyo mutaxassisligi bo'yicha doktorantura bosqichida tahsil olmoqdaman. Men Yaxshimurodov Ulug'bek, Yaponiyaning Osaka universiteti yurak-qon tomir jarrohligi yo'nalishi doktoranti. Men Humoyun Nasibulov, hozirda Gonkong fan va texnologiyalar universitetida iqtisodiy matematika va ma'lumotlar ilmi, ya'ni data science yo'nalishi bo'yicha bakalavr bosqichi talabasiman. Men Ahmedova Iroda, Avstraliyaning Adelaide universiteti davlat siyosati mutaxassisligi magistrantiman. El yurt umidi jamg'armasi 2025-yil birinchi ochiq stipendiyasini e'lon qiladi. Tanlov 450 ta o'ringa
o'qishga mo'ljallangan bo'lib, bakalavr bosqichi uchun 130 o'rin, Magistratura yo'nalishi uchun 220 o'rin, doktorantura yo'nalishi uchun 100 ta o'rin ajratilgan. aziz yurtdoshlar, tengdoshlar, yoshlar, El-yurt umidi jamg'armasi tanlovlarida barchangizga omad tilaymiz.